Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana bugun yakshanba, Chustda eski bozor boshlanmoqda. Tong sahar. Mana narsalar ko'p. Mana bizda narsalar, mana lapka, ochar, zamok. Narsalar ko'p. Mana bizda qo'l mehnatlarimiz. Qo'shnim Botir akam ham yo'yatdilar mana. Bozor tugaguncha yay bo'larsiz, ha? Ha, naryoqdan yig'averasiz. Maynaqa narsalar kerak bo'lsa, Botir akamga uchraysizlar mana. Hop, bu yoq Olmosda separat qiroli bu yoq mana. Separat remonti bo'yicha shu yoqqa uchrash kerak. Ayting nominni Botir aka. 93lik 494 0380 mana. Mategalar, zanjirlar, yo'q narsani o'zi yo'q. Chizil qilasizlarmi? Mana odashlar Botirjon ham bor bu yoqlarda mana. Qozon purush. Gaz piltalar. Botirjon sizda olmadimi? Odamning o'zi olmadimi? Nomini aytsangiz YouTube kanaliga qo'yib beraman. Bir bloger bo'layman mana. Mana kuluvchilar. Videoni to'xtatib ko'rasizlar. Biz endi yangi bloger o'tkazib berishimiz mumkin. Botirjon ayt nominni. Telefon qilasan ham ko'rib ko'r. Ayt, men bor narsani sotaverasiz. Yo'q, men bunda senga o'zingga telefon qiladi, menga telefon qilmaydi. Seni o'zingga telefon qiladi. To'g'ridan to'g'ri kanalda ketadi efirda. Ayt nomering. 93lik 511 61 96. Mana bitonlar, gaz piltalar. Narsalar kerak bo'lsa telefon qilaverasiz. Mana rossiyskiy narsalar bu tog'amda mana. Lapotka, shitkevosh, satkavoy mana. Boltalar turlaridan. Rossiyskiy boltalar mana. Rossiyskiy qaychilar. Mana qopqonlarning turidan bor ekan mana. Rossiyskiy arralar mana. Ho'jon YouTube'ga chiqarib beraman. Nominni ayting, telefon qiladi o'zingizga. 91lik 349 0244. Rossiyskiy jodilar. Ha, bu yoqda ekan, rossiyskiy jodilar. Ha. Eski jodilardan bor ekan. Mana 2 kishilik arralar. Mana men qopqonlar mana. Cholg'uroqlar. Olmang tog'a. Charchamasdan. Yo'yapsizmi? Ha, sekin. Mana g'opir tog'am mana. Hozirgi odamning sherigi. Rossiyskiy arralar mana. Rossiyskiy arra. Egop, katta egoplar. Bu qancha ekan aralarida? Asosan 100 mingdan Rossiyskiy eski qadimgi nikalar paytda chiqqan ketmonlar mana. Toshlar mana. G'ofur tog'a nominni ayting. 91lik
755 39 37. Obir aka, telefon qilaverasizlar mana. Mana yana ketdi qo'shnilarga mana. Bu yoqda hamma sharra bara degan narsa shu yoqda mana. YouTube'ga qo'yib beraman. Yo'q, YouTube'ga qo'ymayman, mana qo'ymayman. Yo sizda olmayman. Hech kim egasini olotganim yo'q o'shanga. Yo'q, mana Nominni ayting. G'ofur tog'am nominni aytdilar. Telefon qilib kerak bo'lsa, narsalar kerak bo'lsa. yo'q, manda ularga qadavoy narsa yo'q. Ya, mayli, bordir axir o'sha birobga kerak bo'lgan narsa. Bo'pti, xo'p. Mana ham sherida ham hamma rossiyskiy narsa bu yoqda mana. Muzaffar xonnikini oling. 100 million da. Ko'rinishli Muzaffar aka nominni ayting. Nomer yo'qmi? Xo'p. Ha, boshladik. Ha, Matska zapchaska Muhuddan gamga kelasizlar. Blogerlikni boshlayapman. Kamir, pakrishka, vilka, gulshiter, luboy bor, luboy matskilga. Bu yoni qaysi sohadaligini tayini yo'q bo'lmadi. Hamma narsa bor. Lapka, stoyka, zamok mana. Yo men narsam emas, yo o'zlar narsasi emas. Kamir pakrushkaga mana o'rlashib ketdilar mana. Murovaychilarga. Mana bu Abdurash tog'am bo'ladi mana. YouTube'ga qo'yib beraman, bloger bo'lyapman. Ha. Ha? Qanchadan? Ha, beri. Nominni ayting, narsalaringiz kerak bo'lsa telefon qiladi. 94lik 508 19 67. Abdurash tog'a deb telefon qilasizlar. Mana zaklovga ham bor ekan. Bu eski bozorimiz bir burchaga holat oldi. Bu yog'i keng rasa. Mana bu yerda velosipedlar ham bor. Hozir ertalabda odam kam. O'shanga video qilib olib qo'ydik. Damkiratlar qanchadan ota? Qayga tushishiga, qayga tushishiga farqlarda ular. Shunday. Bu 400 ming yangi ashyo. Yangi ishlatmagan. Hali yerga tushmagan ekan shikili. Ha, o'sha zapaskadan shunday labo olgan ekan yangi. Labodan shunday tushirib menga mang dedi, sotib ketdi. Yana bitta gapirib ketaman. Xo'p, xo'p. 55 beraman. Sizniki ham emas, meniki. Yo 5 ming, 10 ming, boring 20 ming bo'lsa men sizni tillaga olaman.